Assalomu alaykum hammalaringizga yana bir bor. Bugun 15-iyul 26-yil. Miramirdan komplektimiz qiz to'y sarposi uchun tayyor bo'ldi. 8,5 metrlik ko'rpachamiz, 2 anjel yastug'imiz, 10 ta 60-60 yastoqlarimiz, ichkilari alohida qop qilingan, zamoklik xamachoklari overlockga yopilgan. Ish jarayonimni ko'rmoqchi bo'lsalaringiz, nomerimga saqlanib qilib telegramda yozsalar gruppamga qo'shaman. Lo'lachalarimiz bittasini anjel yostiqchamizga mos qilib kantlik qildim, bunisini po'pakchalik qildim. Hozir men sizlarga buni yig'ma holatlarini ham yig'ib ko'rsataman. Mana aziz opa-singillarim, yig'ma holatini ham ko'rib o'zlaringiz baho beringlar. Bu komplegimizdan yana xuddi shunaqa zakasimiz bor, faqatgina astari koreyskiy satin emas, gold satin. Nasib bo'lsa uni ham tikib tayyor qilib sizlarga ko'rsataman. Keyin shu komplegimizni yana xuddi shunday qizil komplektimiz ham bor. Ularni ham tikilish jarayonlarini ko'rmoqchi bo'lsalaringiz, nomerimni videoni ustiga qoldiraman. Saqlanib qilib telegramda yozsalaringiz gruppamga qo'shib qo'yaman. Mana